Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun bilmaganlar uchun plombani qanday qorish, ya'ni taglik uchun qanday qorish texnikasini ko'rib chiqamiz. Oddiy plomba parashogini oldik, ana jitkisini qo'ydik va oddiy ana bu instrumentimiz shpatel. Shpatel bilan qoramiz. Ko'pchilik endi ishni boshlaydiganlar qorishni bilmaydi. Bu uchun shpatelni qo'limizga olgandan keyin shpatelni ana bu qismini ushlagan qismingizni oddiy ana shunday qilib aylantirasiz. Aylantirilgan holda plomba qoriladi. Ana qarasangizlar, ana oddiy. Ko'ryapsizlarmi? Yengil harakatlar bilan qo'lni o'ynatib plomba qoriladi. Shart emas, qattiq bosish, yengil harakatlar bilan plomba qoriladi. Bu taglik bo'lgani uchun plombamiz qattiqgina, qattiqroq qilib qoriladi. Mana ko'rgan bo'lsangizlar, ana shuna qilinadi. Yaxshilab yedirtirilib, xuddi xamir qo'rganday buyog'ini keyin ana taglik sifatida olinadi. Nima qilsangiz ham bo'ladi perchatkada. Keyin toza qismi bilan nima qilib jikki nima qilib shuna qilib olib ishlatsangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Siz bilan Doktor Ahmatova.